Bu yorug' olamda biz hammamiz muayyan tartib asosida tinch va xotirjam hayot kechiramiz. Hayotimiz farovonligi juda ko'p omillar va muayyan shaxslarning sa'y-harakatlari bilan bog'liq. Ba'zilarimiz esa buni hatto sezmaymiz ham. Endi tasavvur qilib ko'ring, ular hayotimizdan bir muddat g'oyib bo'lib qolishsa, nima sodir bo'ladi? Biz tasavvur qila olmaydigan darajada ulkan tartibsizlik boshlanadi. Hayotimiz go'yoki zulmatga cho'madi. Insonlar yuzidagi quvonch yo'qoladi. Bunday vaziyatdan kim bizni olib chiqa oladi? Kim bizga yordamga keladi? Super qahramonlarmi? Ularning super qobiliyatlari yetarli bo'lmasa-chi? Eng kuchli afsungardan yordam so'rasak-chi? U ham ojiz qolsa nima qilamiz? Balki eng mahoratli kung-fu ustalarini yordamga chaqirarmiz. Mahoratlari yetarmikin? Nahotki biz shunchalar noiloj qolgan bo'lsak? Nahotki bizga hech kim yordam bera olmasa? Bu muammoning faqat birgina yechimi bor.